Nima uchun juda ko'p odamlar diabetni davolayapman deb o'ylaydi, lekin aslida uni kuchaytirib qo'yadi. Juda ko'pchilikning og'riqli nuqtasi va sizda ham xuddi mana shu muammo bo'lishi mumkin. Aynan sizda mana shu savollar bo'lishi mumkin va siz ayta olmayotgan o'zi nimani so'rashni bilmayotgan holatda bo'lishingiz mumkin. Ha, do'stlar, to'g'ri eshitdingiz. Ko'pchilik diabetni davolayapti, lekin ahvolini yana ham kuchaytiryapti yoki og'irroq qilyapti hattoki. Assalomu alaykum. Sizlar bilan sizni sog'lig'ingizni sizdan-da ko'proq o'ylaydigan Bobur doktor. Bugun xudo xohlasa siz bilan yana bir manfaatli va siz uchun foydali bo'ladigan ajoyib bir mavzuni ko'rib chiqamiz. Undan oldin esa sizdan bitta narsani so'ramoqchiman, ya'ni bizni kuzatuvchilarimizni 85% bu bizda obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. Do'stlar, bitta o'sha obuna tugmasini bosib qo'yish orqali siz yana ham manfaatli videolarni o'z vaqtida o'tkazib yubormaslik imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va bitta o'sha qo'lchani bosish orqali esa bu videoni ko'proq auditoriyaga yetib borishiga va yana ham kengroq mavzularni ishlab chiqishimizga shunchaki ko'makchi bo'lasiz. Sizdan ortiqcha narsa so'ramayapmiz va faqatgina bizning arzimas mehnatimizni shunchaki bitta o'sha qo'lcha bilan qo'llab-quvvatlashni unutmang do'stlar. Demak, nima uchun o'zi shunaqa bo'ladi? Nima uchun siz diabetni davolayapman deb o'ylaysiz, lekin aslida teskarisi bo'lib qolishi mumkin? Bir narsani tushuning. Dorilar o'zgaradi, lekin odatlar o'zgarmayapti. Siz dorini o'zgartiryapsiz. Bu doktordan keyingisiga boryapsiz, keyingisidan yana boshqasiga boryapsiz. Faqat shablonlar asosida diabetingizni davolashga harakat qilyapsiz. Faqat shablonlar asosida ovqat rejimiga o'tib qolgansiz, faqat shablonlar asosida kapelnitsalar olasiz, faqat shablonlar asosida dorilarni almashtirishingiz mumkin. Lekin aslida diabetni kontrol qila olmaysiz. Baribir o'sha qand darajasi yuqoriligicha qolaveradi, baribir asabiyligingizcha qolaverasiz. Do'stlar, har doim aytaman, diabet bu kundalik odatlarni to'g'ri shakllantirish. Bu sizni har kunni o'rganib qolgan, allaqachon kecholmayotgan qaysidir narsalaringizdan kechishni o'rganish, allaqachon ahvolingizni yaxshilash uchun harakatni boshlash, tanangizni tushunish. Toki siz tanangizni tushunmas ekansiz, hech narsani o'zgartira olmay davom etaverasiz yashashda. Do'stlar, yana bir narsani yaxshilab tushuntirishga harakat qilaman. Kommentda hamma yozadi. Agar sizda ham fikr bo'lsa, bemalol hozir kommentda yozib qoldiring. Kommentda agar siz ham e'tibor bergan bo'lsangiz, juda ko'pchilik kommentda o'zida janjal qiladi. Buni yeyish mumkin, buni yeyish mumkin emas. Doktor, nima uchun bizga noto'g'ri gapiryapsan? Buni yeyish mumkin emas-ku. Kim aytdi deb savol bersangiz, palonchi aytdi. Do'stim, palonchi kim? Iltimos sizdan bir-birimizni hurmat qilaylik. Men sizga bitta ma'lumotni berish uchun avval bu ma'lumotlarni hamma yoqdan kuzatib va bu o'zimni har kun sinaydigan tajribalardan kelib chiqqan holatda beraman. Siz o'zingizni ikki og'iz gapingiz bilan hamma narsani haqqa chiqarib qo'yasiz. Do'stlar, yaxshilab tushunib oling. Siz aytayotgan narsalar ham, boshqa mutaxassislar aytayotgan narsa ham, men aytayotgan narsa ham, bularning barchasi faqatgina sizni ovqatingizni o'zgartirishi mumkin. Lekin diabetni aynan faqatgina ovqatni o'zgartirish bilan o'zgartira olmasligingiz mumkin. Chunki sizning muammongiz boshqa joyda bo'lishi mumkin. Aynan sizda gormonal stress bo'lishi mumkin. Agar gormonal stress bo'lsa, siz ovqatlanishni to'g'rilab ham, dorilaringizni almashtirib ham hech narsani o'zgartira olmaysiz. Do'stlar, shunday ekan, har doim shunchaki davo bu individual. Ya'ni siz toki o'zingizni ahvolingizdan kelib chiqqan holatda davo etapini tanlattirmas ekansiz, sizda o'zgarishlar bo'lmasligi mumkin. Masalan, menga har kun murojaat qiladigan bir nechalab odamlarga men har doim uni ahvolidan kelib chiqqan holatda unga bergan savollarimdan olgan javoblarimdan, uni tekshirgan analiz javoblarimga qarab, uni tekshirgan o'zini ko'rgan holatdagina biz yondashamiz. Ya'ni kimdadir jigarda muammo bo'lishi mumkin, qand tushmasligining sababi, kimdadir buyraklarda muammo bo'lishi mumkin, qand tushmasligining sababi, yana kimdadir faqatgina ovqatda bo'lishi mumkin, rostdan qand tushmasligining sababi, yana kimdadir miyasida bo'lishi mumkin, qand tushmasligining sababi, yana kimdadir juda kuchli stress, kimdadir krediti bor. Bu muammoni hallamasa, o'sha qandiga ta'sir qilaveradi, farqi yo'q. Siz o'ylashingiz mumkin, buni nima aloqasi bor deb. Hamma narsaning aloqasi bor. Diabet bu hayot tarzini, kundalik yashashni o'zgartirish
kerak bo'lgan holat ekan, ya'ni bu kasallik emas, bu shunchaki o'zgartirilishni talab qiladigan holat deb aytyapmiz. Demak, o'zgarish kerak. Demak, nima qilayotganligingizni toki siz his qilmasangiz, mexanizmni tushunmas ekansiz, juda ko'p narsani o'zgartira olmaysiz. Bu yerda men ilmiy deb mana bu narsa demasligim mumkin. Mana buni ko'ring deb men sizga hozir leksiya o'tib bermayapman yoki men sizga olib har bitta narsani kitobiy meditsina tilida tushuntirib bersam siz hech narsani tushunmaysiz. Lekin hozir o'ylashingiz mumkin, hamma aytadi. To'g'ri, hamma aytadigan gap, diabetni bu gaplardan boshqa, ya'ni mana shu odatlarni shakllantirishdan boshqa yechimi yo'q. Tushuning, ozgina yechimi yo'q boshqa. Yangisi, siz oson yo'lini izlaysiz, lekin unaqa narsa yo'q, do'stlar, yo'q. Hozircha faqatgina o'zi shu oddiy mana shu narsani tushunish kerak, tamom. Ya'ni siz yeyotgan narsangizni nima ekanligini tushunmas ekansiz, o'zingizga yordam bera olmaysiz. Toki siz qilayotgan ishingizni nima ekanligini bilmas ekansiz, o'zingizga yordam bera olmaysiz. Toki siz ichadigan doringizni sizga qancha muddat yordam berishini va nimalarga yordam berishini tushunmas ekansiz, hech narsani o'zgartira olmaysiz. Toki siz insulindan hali qo'rqar ekansiz, insulin oxirgi yechim ekan deb yurar ekansiz, hech narsani o'zgartira olmaysiz. Diabet bu shunchaki individual va o'zgarishni talab qiladigan holat. Shuni boshqarish bilan juda ko'p narsani o'zgartirasiz. Biz klinikada nima qilamiz? Biz asosan har bir inson bilan birinchi kundan boshlab uni muammolari, uni ichgan dorilari, u holatini qanday o'zgartirganligi, uni nima bezovta qiladi, unda nima jarayonlar kechyapti, hozirgi paytda qanaqa asoratlari bor, birinchi kundan mana shu narsalarni aniqlashtirib olamiz. Va mana shu aniqlashtirgan narsalarimizga asoslangan holatda davo etapini tanlaymiz. Ana nima uchun davolanish kerak? Davolanish bu siz yotib qolib, mazangiz qochib qolgandan keyin kelib ikkita ukol, 4 ta kapelnitsa olish emas. Davolanish bu siz bilmayotgan, siz to'g'rilanmayotgan, siz qayerda xatoyingiz bor ekanligini aniqlolmayotgan holatlarni ko'rib chiqqan holatda siz uchun eng yaxshisini berish. Mana bu davolanish. Davolanish bu faqatgina qaysidir muammodan keyin bo'ladi degan holat emas yoki kimdir aytgan bo'lsa sizga, diabet davolanmaydi degan bo'lsa, men sizga aytayapman. Diabetni bemalol davolasa bo'ladi. Ya'ni hamma narsani kompleksni o'rgangan holatda ovqatlanishni, nima yeyishni, nima ichishni o'rgangandan keyin, dorilarni qaysi vaqtda qancha muddat ichishni bilgandan keyin, qancha harakat qilishni bilgandan keyin, asab holatini boshqarishni o'rgangandan keyin diabet davolanadi. Ya'ni u sizni kundalik turmush tarziga aylanadi-yu qoladi. Qarabsizki, sizda hatto muammo bo'lmasdan qondagi qand darajangiz remissiya holatga tushib qoladi. Remissiya holatga tushgan bemorlar son sanoqsiz tiqilib yotibdi bugungi kunda. Chunki o'zi bugungi kundagi kasallarni 85% shunchaki metabolizm buzilishidan keyin kelib chiqqan. Shunchaki ovqatlanishni buzib qo'ygan, hayot tarzini buzib qo'ygan, asablarni buzib qo'ygan, tanasini buzib qo'ygan xullas. Uni to'g'rilasa bo'ladi. 15% holatdagina diabet aynan kuchli nazorat va kuchli dori-darmonlarga muhtoj bo'lib qoladi. Siz ham shunday bo'lmasdan oldin o'zingizni yig'ishtirib oling. Shunchaki o'zingizni bugun tushunib, tanangizni bugun tushunib, bugun tanangizni o'rganib, siz juda ko'p narsani o'zgartirish imkoniyatiga egasiz. Qancha tez buni tushunsangiz va qancha tez harakat qiladigan bo'lsangiz, sizga shuncha yaxshi va tezroq bu jarayondan qutulib ketasiz. Do'stlar, agar sizda ham xuddi shunday muammo bo'ladigan bo'lsa va siz qayerdan va qanday boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz va siz har doim shablonlarga kirib qolgan bo'lsangiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga yordam berishga tayyormiz. Keyingi mana shunday qiziqarli mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun obuna va o'sha laykchani bosib qo'ying.